oldum deyapmanda nimaga kuch beryapti? O'z tanaga kuch berib, yuzlaman. Men 6 kungacha 4 marta sug'orib, bir kuzda ham o'g'it berganman, bahorda ham 2 marta 3 marta o'g'it berganman. Tana katta ben 15-20 santimetr gul yo'q. آبیاری هم کردن خب. مورد گلدهی گل نیستن. خب میتونه چند تا دلیل داشته باشه. یکی از دلایلش اینه که ببینید درخت اگر هرس شدید بشه معمولا تا 2 سال 3 سال بعد از هرس شدید شما میوه ندارید، گل خوب نمیده. Buning nechta sabablari bo'lishi mumkin. Birinchisi, siz juda ham abreskani chuqurligidan qilgan bo'lishingiz mumkin. Shuni hisobga 2-3 yilda meva bermasligi mumkin, 2-3 yilgacha. Bitta sababi. Yana bitta sababi u urg'ochi emas, naraki bo'lishi mumkin. Hali erkak urug'ida bo'lishi mumkin. Bu tomondan ham meva bermasligi mumkin. ببینید چون سوال کردن من میگم کلا درخت لیمو از کسی که قیچی دستش باشه خوشش نمیاد. Limon daraxti qo'lida qaychi bo'lgan odamni yoqtirmaydi. Ya'ni u aslida abreska qilinadigan daraxt emas limon. فقط شما وقتی که میخواین درخت رو اگه هرس بکنین سال اول، دوم و سوم درخت رو هرس تربیتی میکنین، یعنی درخت رو تربیت میکنین. Faqat shunday holatlarda abreska qilish mumkin. Birinchi, ikkinchi, uchinchi yilida daraxtni o'sha shoxini boyagi jom holatiga keltirish uchun, vaza holatiga keltirish uchun kesishimiz mumkin. Undan keyingi yillarda esa uchtagina holatda qurib qolgan shoxni kesishimiz kerak bo'ladi. Bir-biriga xalaqit berayotgan shoxlarni kesishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi kasallangan shoxlarni kesishimiz kerak bo'ladi.